Normal vaznni nazorat qilishdagi ikki asosiy muammo kechqurun va kechasi ortiqcha ovqatlanish hamda yomon uyqu. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, semiz odamlarning 25% kechki ovqatdan keyin ovqatlanadi. Ular 40 gacha iste'mol qiladi. Kuniga kechki ovqatga yoki uxlashdan oldin kaloriya. Shu bilan birga norma 25. Bu muammoni qanday hal qilish mumkin? Avvalo, muvozanatli kechki ovqat yeyishing kerak. Muvozanatli kechki ovqat uchun to'g'ri ovqatlarni tanlang yoki Formula 1 ichimligini tanlang. Herbalife-dan kechki kokteyl yoki kechki ovqatni biroz oldinroq yeyishingiz mumkin. Uxlashdan oldin esa kechki kokteyl bilan attirma tayyorlang. Yaxshi uxlash uchun ushbu oddiy ko'rsatmalarga amal qiling. Uyqudan kamida 3 soat oldin kechki ovqat yeng. Ishni yotishdan kamida 2 soat oldin tugating va yotishdan 1 soat oldin gadjetlardan foydalanmang. Bu sizga kechasi yetarlicha uxlashga, tetik uyg'onishga va sog'lom vaznni saqlashga yordam beradi. Yomon uyqu tufayli ertasi kuni och qolishingiz mumkin. Bu esa oxir-oqibat ortiqcha ovqatlanishga olib keladi. Shuning uchun muvozanatli kechki ovqat yeng yoki Formula 1 dan foydalaning. Kechki kokteyl